Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qalbida ozgina bo'lsa ham mehr, insoniylik va musulmon birodariga nisbatan rahm shafqati bor bo'lgan azizlarim. Bugun sizlarga oddiy bir post emas, bir oilaning yurak nidosini, ko'z yoshlarini, ojizgina umidini yetkazmoqchiman. Bugun bir mushtipar ona menga yig'lab murojaat qildilar. Farzandimni qutqarib qolishga yordam bering deya. Ko'zlaridagi yosh, qalblaridagi iztirobni ko'rib yuragim ezilib ketdi. Aziz saxovatpesha insonlar, musulmon dindoshimiz ayni paytda og'ir xastalik bilan kurashmoqda. Shifokorlar uni zudlik bilan Hindistonga olib borib operatsiya qildirish kerakligini aytishmoqda. Buning uchun esa juda katta mablag' zarur. Bu inson oddiy bir bemor emas, u oilasining suyanchig'i. Uni yo'liga termulib kutayotgan umr yo'ldoshi bor. Dadajonim tuzalib keladi deya umid qilayotgan farzandlari bor. U hali farzandlari uchun ham yashashi kerak. Oilasi bag'rida yana kulib yurishi kerak. Bir tarafda keksayib qolgan onaning ko'z yoshi, bir tarafda oilasi uchun yashashga urinayotgan insonning hayot uchun kurashi. Bir tarafda esa siz u bizning ehsonimiz, duoyimiz va insoniyligimiz turibdi. Ehtimol siz yuborgan ozgina yordam bir oilaning baxtini saqlab qolar. Ehtimol aynan siz sabab bir ona umr bo'yi duo qilib yashar. Ehtimol bugun qilgan saxovatingiz qiyomat kunida oldingizdan nur bo'lib chiqar. Yaqin kunlarda muborak Qurbon hayiti kirib kelmoqda. Zakot, ehson qilishni niyat qilgan azizlarim, imkoningiz yetganicha yordam qiling. Oz bo'lsa ham mayli. Eng muhimi, bir musulmon birodaringizni yolg'iz tashlab qo'ymang. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Kim bir insonning hayotini saqlab qolsa, go'yo butun insoniyatni saqlab qolgan bo'ladi. Azizlarim, bugun bir insonning taqdiri siz u bizning qo'limizdagi sabablar bilan bog'liq bo'lib turibdi. Keling, yaxshilik yo'lida birlashaylik. Keling, bir onaning yig'isini quvonchga aylantiraylik. Keling, bir oilaning umidini so'ndirmaylik. Keling, Qurbon hayiti arafasida qalbimizni ehson bilan bezaylik. Bemorning barcha tibbiy hujjatlari, shifokorlar xulosalari va video holatlari mavjud. Istagan insonlarga to'liq holatda shaxsan o'zim isbotlab beraman. Azizlarim, ba'zan bir insonning hayotini saqlab qolish uchun millionlab pul emas, millionlab qalblarning yordami kifoya qiladi. Iltimos, postni imkon qadar tarqatib yuboring. Hech bo'lmasa duo qilib qo'ying. Zero bir ulashgan postingiz ham balki bir oilaning umidiga sabab bo'lar. Alloh qilgan ehsonlaringizni dargohida 1000 karra ajr bilan qaytarsin. Farzandlaringizni dardu balolardan asrasin. Qilgan yaxshiligingizni ikki dunyo saodatiga sabab qilsin. Amin ajmain.